Assalomu alaykum oyda. Va alaykum assalom. Ke qizim. Oyjon, menga ham Qur'on kitobi olib bering. Abu Bakrning Qur'on kitobi bor ekan. Ko'rdim qanchadan qancha gunoh, qayerlarda bo'ldi e'tirof. Kimga yomon, kimga yaxshiroq, aybimizni kechirsin Alloh. O'tdi oylar, o'tdi qancha kun, go'yo yashaydigandek hanuz. Qilib qolmasimizdan afsus, ortimizdan qolsa yaxshi so'z. Kimga yomon, kimga yaxshimiz, ajratamiz kimga vaqtimiz. Rasululloh qaydasiz, so'ragan sizni ummatingiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam. Bir payt tushlariga Imom Buxoriy kiribdilar. Imom Buxoriy go'zal bir libosda, qo'llari to'la shundoq kitoblarni olib uylarining oldidan o'tib ketayotgan ekan. Oyisha hayron bo'lib bundoq qarasalar, Imom Buxoriyning oldilarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ketayotgan ekanlar. Yugurib borib umidvor bo'lgan Oyisha, "Yo Rasululloh, Imom al-Buxoriyga ayting, qizim Xadichaga bittagina Qur'on kitob bersinlar." Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyishani yelkalaridan silab, "Ey Oyisha, sabr, sabr, sabr" deb 3 marta aytibdilar. Va aytibdilarki, sendek ayollarga tayyorlab qo'yilgan mukofotlar bor debdilar. Halol yashash go'yoki qiyin, shayton qilar fitna-yu o'yin. Senga bir maslahat aytayin, Robbimga duo qil tinmayin. Qancha vaqt o'tsa ham kun sayin, rizqingiz yozilgandir tayin. Hech qachon umidni uzmagan, yaxshilik qilishni ko'zlagan. Kimga yomon, kimga yaxshimiz, ajratamiz kimga vaqtimiz. Rasululloh qaydasiz, so'ragan sizni ummatingiz. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Nima xizmat? Bitta iltimosim bor edi. Xo'p, bemalol. Shu qizim Qur'on kitobni yaxshi ko'radi. Mashalloh. Lekin bizning uyimizda Qur'on kitob yo'q. Qur'on o'qiyman deyapti. Yaxshi-ku. Lekin meni pulim kam. Mana, bor pulim mana shu. Agar xo'p desangiz, 3 oyda bo'lib qaytaraman. Qizim, mabodo sening isming Xadicha emasmi? Ha, Hadicha. Subhanalloh. Xadicha, bilasanmi? Shu do'kondagi barcha kitoblar seniki. Sen tufayli bugun tushimga payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirdilar va dedilarki, seni do'koningga Xadicha tashrif buyuradi va sen unga bir Qur'on kitob sovg'a qilasan dedilar. Xohlasang mana shu do'kondagi barcha narsalar seniki. Sen juda ham barakali qiz ekansan.